Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala Rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni fazilatli juma kunlarida, Ramazoniy jumalarda, Ramazon oyining shukuhi, fazilati, ro'zaning ajri Alloh taoloni o'zi fazl aylab, biz sizni bugungi kunda qilayotgan ibodatlarimizni Robbim dargohida qabul aylab, inshaalloh Alloh taolo fazilatli qilgan bu ro'zalarni savobini to'kis holatda Alloh taoloning marhamati ila Robbimizdan olmog'imizni Robbim nasib qilsin inshaalloh. Farishta, insonning ikki yelkasida turgan farishta insonning butun nomay a'mollarini yozadi. Taroveh o'qidi, falonta savob. Birovga yaxshilik qildi, falonta savob. Namoz o'qidi, falon savob. Birovga kulib qaradi, falonta savob deb yozadi. Alloh taolodan so'rar ekan: "Ya Robbi, bu ro'za tutdi, nechta savob?" deganda Alloh taolo unga aytar ekan: "Uning sen sanog'ini bilmaysan. Ro'za tutdi deb yozib qo'yaver, u yog'ini o'zim bilaman" der ekan Alloh taolo. Shuning uchun Alloh taolo yana takror aytamiz. Alloh aytadi: "Fa inna as-sawma li va ana ajzu bihi." Bandani tutgan ro'zasi men uchun, men o'zim beraman uning savobini. Unga beriladigan ajrni, mukofotni, yaxshilikni, darajani, jannatni, gunohning avf qilinishligini qanaqa daraja bo'lsin, Alloh taoloning o'zi biladi uni. Shuning uchun farishtalarga aytar ekan: "Sen savobini yozma, ro'za tutdi deb qo'yaver, uni o'zim bilaman" der ekan Alloh taolo. Mana shunday fazilatli ro'zalar davomida inshaalloh Ramazonning oxirgi 10 kunligida, Ramazonning tugashiga bir qadam qolganda turibmiz, alhamdulillah. Kechagina boshlagandik. Bugun alhamdulillah, bugun nimani savol beryapmiz? Domla deymiz, Laylatul Qadr kechasi qachon? Hayit qachon deyapmiz. Endi oxirini so'rayapmiz bugun. Kechagina boshini so'rayotgandik. Ana mana bugun alhamdulillah kim aytadiki, ob-havo yaxshi keldi? Yo birodar, ob-havoda gap emas. Iymonimiz ziyodalashib boraverdi, birodar. Ro'zani shunchalik xursandchilik bilan tutdikki, ro'zani tugab qolganini bilmay qolibmiz, birodar. Alloh taoloning o'zi mana shunday ro'zaga muhabbat qo'yib, haqiqiy ixlos bilan, chin ma'noda Allohdan savob umidida ro'zador bo'ldik. Alloh taolo bizni tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Ramazon oyida alhamdulillah ihsonlar, zakotlar, yaxshiliklarga bardavom bo'ldik. Alloh taolo ularni ham dargohida husnu qabul aylab, Alloh taoloning o'zi har birlarimizga fazilatlarni Robbim nasib qilsin inshaalloh. Lekin shu o'rinda, shu asnoda alhamdulillah biz ro'zadormiz, biz namozxonmiz, biz inshaalloh ihson va sadaqat va zakotda bardavom bo'lyapmiz. Insonning tashqarisi ham ichkarisi ham tom ma'noda shuni aks etgan, shuni qabul qilgan va shu yo'sinda yuradigan insonlardan bo'lishligini Alloh oson qilsin inshaalloh. Sulaymon alayhissalom barchamizga ma'lum, hayvonlar va qushlar tilini ham bilardilar. Sulaymon alayhissalomning oldilariga bir qush shikoyat bilan keldi. Ey Sulaymon alayhissalom, bir sufi meni qanotimni sindirib qo'ydi. Siz ham podshohsiz, payg'ambarsiz, shunga qarata javob bering. Meni qasdimni olib bering dedi. Sulaymon alayhissalom u sufiyni chaqirdilar. Haqiqatda uzoqdan yurib kelardi. Boshida katta kuloh kiygan sufiylar kiyadigan, janda kiygan, eski bir chopon kiygan, bir yelkasida o'zining xurjuni, narsalarni olib borgan. Oyoq yalang. Demak, uzoqdan ko'radigan odam haqiqatda
uning sufiy ekanligini tushunadi, biladi, bittada biladi uni, ko'rganda biladi. Va u keldida Sulaymon alayhissalom aytdilar: "Sen to'tini nega, bu qushni qanotini nega sindirding?" dedilar. Sufi aytdi: "Men och edim. Bir ovqat yegim keldi. Men qushni ovlamoq istadim yoki qushni ovlash mumkin emasmi?" Sulaymon alayhissalom mumkin dedilar. Qushga aytdim, chapak choldim unga. U qochmadi. Ya'ni men unga imkon berdim, qoch degan ma'noda. U qochmadi. Men o'yladim, demak tamomiy ixtiyor ila to'ti o'zini menga topshiryapti. Menga ovqat bo'ladi shu. Alloh menga taqdir qilgani shu dedim. Unga yaqinlashdim. Yana imkon berdim. Unga sekin-sekin yaqinlashdim. Tappa o'zimni ustiga tashlaganim yo'q. Yoki jandamni kiyib ustiga tashlaganim yo'q. Meni uning oldida sekin unga yana imkon bo'lsin, ya'ni qochmoqchi bo'lsa, mayli qochaversin. Ochlik bo'lsa, shuncha ochlikka chidadik, bunisiga ham sabr qilamiz dedim. Sekin uni oldiga bordim. U qochmadi. U uchib ketmadi. Va men ana endi 3-imkoniyatda men uni ustiga o'zimni otdim. Uni tutmoqchi bo'ldim. Qo'limga ilindi. To'ti chaqqonroq ekan, qo'limdan chiqib ketdi. Men uni qanotini ushlab qolibman, qo'limda qanoti sindi. Holat bo'lgani shu. Shunda Sulaymon alayhissalom aytdilar: "Ey to'ti, sufi to'g'ri gapiryapti. Senga imkon bergan ekan-ku." Demak, birodar, bugungi kunda bir gunoh qilsak, qissadan oladigan hissalarimizni ham aytib ketamiz. Allohga bugun isyon qiladigan bo'lsak, darrov uning jazosi kelmayapti-ku. Endi bu jazosi kelmaydi degani yo'q. Bu Alloh bizga imkon beryapti bugun, birodar. Bugun roza tutyapmiz, ozgina kecha juda havo issiq bo'lganda charchab qoldik. Bugun kimdir bilan suhbatlashsam, suv ichyapti. Nega desam, kecha yomon azob chekdim, yomon qiynalib qoldim deydi. Alloh taolo uni ustiga darrov azobni yubormayotganligini sababi uni kechirdi. Endi uni hisob kitobi yo'q emas. Alloh bizga imkon beryapti bugun. Bugun gunohlar qilyapmiz, namozlarni qazo qilyapmiz, zakotlarni bermayapmiz, yetimlarni jerkiyapmiz bugun yoki qanaqangidir gunohlar qilyapmiz, biz o'zimiz bilamiz uni. Alloh biladi, o'zimiz bilamiz. Uni oqibati bizga bo'lmayapti, ha? Ishimiz yana yaxshi, oilamiz xotirjam, tanamiz sog' salomat, masalan. Bu deganiki hech narsa bo'lmaydi emas. Alloh bizga imkon beryapti, birodar. Shunda to'ti aytdiki, men uni yuziga qaradim, u sufiyga o'xshaydi. Men uni ham sufiyga o'xshatdim dedi to'ti. Xo'p. Men undan qochmadim. Chunki odatda qushlarni kim ovlaydi? Ovchi. Ovchining qo'lida miltig'i bo'ladi. Qo'lida qush tutadigan bir narsa bo'ladi yoki urib tushiradigan bir anjomi bo'ladi. Ko'rdim, sufi bu. Qo'lida bir hech biz qush tutadigan narsasi yo'q. Bo'ynida xurjuni bor, boshida sallasi bor, egnida bir chopon, oyoq yalang. O'rmonda yuribdi. Men o'yladimki, bu bizni tutmaydi deb o'yladim. Va men undan qochmadim. Lekin u menga yaqinlashdida, men bilan o'ynaydi deb o'yladim men. Chunki sufiylar bunday qilmaydi, qush tutmaydi, ular ovlamaydi deb o'ylaganmiz. Va u meni ovladida ustimga o'zini otdi va meni qanotim qo'lida qolib ketdi, sinib ketdi deganda Sulaymon alayhissalom ham aytdilarki, to'ti ham to'g'ri gapiryapti. Unday bo'lsa, sufiyni ham qo'lini sindiramiz, bo'ldi, haq bo'ladi, teng bo'ladi u deganda to'ti qush aytdi, yo'q, kerak emas dedi. Kerak emas. Nega? Buni qo'lini sindirsangiz, meni qanotim ham, uning qo'li ham tuzaladi. Buni qo'li tuzalgandan keyin mendayin to'tilarni nechchitasini alamidan qatl qiladi bu. Alam paydo bo'ladi bunga. Undan ko'ra bunday qilmang. Sulaymon alayhissalom aytdi, nima qilaylik bo'lmasa?
buni sufiylik kiyimini yechtiring. Toyinki buni ko'rgan odamlar sufiy emas, ovchi deb o'ylasin. Boshqa qushlar bundan qochsin. Ya'ni kiyimiga qarab biz uni bizni ovlamaydi, bu yaxshi odam degan fikr bizdan ketsin, dedi. Va Sulaymon alayhissalom sufiyni kiyimini yechtirdilar. Olim aytadi shunda, bir qancha libos ko'rdim. Ichida odami yo'q. Bir qancha odam ko'rdim. Ustida libosi yo'q. Shuning uchun bugungi kunda bir narsaga e'tibor beraylik bugun. Bugun Alloh taolo fazl ayladi. Boshimizga do'ppi kiydik, soqol qo'ydik, alhamdulillah. Nima desa biz ro'zadormiz dedik. Kim desa biz 5 mahal namozxon dedik bugun. Alloh hajga, umraga taqdir qilyapti, birodar. Birodar, agar eplasak, ko'rinishimiz qanday bo'lsa shunday bo'laylik, tavozuli bo'laylik. Agar ko'rinishimiz amalimizga javob bermasa, birodar, amalimiz qanday bo'lsa o'shanday kiyinaylik, birodar. Shuning uchun pirlarimiz, ustozlarimiz aytadilar, qanday bo'lsang, ya'ni ichingda qanday bo'lsang, shunday ko'rin. Qanday ko'rinsang, endi shunday bo'l, birodar. Bugun biz oynaga qaraganda bizni bir yaxshi odam, chiroyli, boshida do'ppisi bor. Qayerga boryapmiz? Masjidga boryapmiz. Qayerga boryapmiz? Iftorga boryapmiz. Bugun kimmiz? Bugun ro'zadormiz, alhamdulillah. Masalan, bugun qaysi kun? Bugun Laylatul Qadr kechasi. Bugun yotmayapmiz, birodar. Ramazon tugadi, bizdan yomon odam yo'q, masalan. Birodar, shuning uchun qanday ko'rinsak shunday bo'laylik inshaalloh. Nega bunday aytayapmiz? Buning tagida bir katta ma'no bor. Kechangi tarovih suhbatlarda ham shuni davomini, boshini boshlab qo'yuvdik. Bir yigit suhbat qiladi. Masjidda edik, juma namozi edi. Masjid 2 qavatli edi deydi. Turkiyada bo'layotgan holat. Namoz tugadi. Namoz tugagandan keyin hamma sekin-sekin masjiddan chiqa boshladi. Chiqish asnosida bir yigitning voh degani va masjid zinasidan yiqilib ketganini biz ko'rdik, dedi. Yugurib bordik, alhamdulillah. U kim? U namozxon. Bizni jamoatda edi u kishi. Bordik. İçimizde jamoat ichida bir doktor bor ekan, oyog'i qatlangan, sinib qatlanib qolgan. U darrov oyog'ini to'g'riladi-da, bo'ynidagi sharf bilan uni bog'lab qo'ydi. Uni oyog'i sindi. Buni darrov gipsga, ya'ni travmatologiyaga etish kerak. Kasalxonaga etish kerak dedi. U bildi, darrov tashxis qo'ydi. Sharfi bilan bog'lab qo'ydi, qattiqroq. Buni qimirlatmasdan kasalxonaga etish kerak dedi. Va hamma u yigitga rahmi keldi. Namozdan chiqayotgan edi. Masjidda edik. Juma kuni edi. Odam ko'pligidan, bexosdan, zinadan yiqilib ketdi. Subhanalloh. Hamma ko'zida yosh, ichida alam. Nega bunday bo'ldi? Allohning sinovi bu. Alloh yaxshilik bersin, Alloh ofiyat bersin. Kimdir unga men seni davolatib beraman deyapti. Kimdir cho'ntagiga pul beryapti. Qanaqangidir unga qo'ldan kelgancha mehribonchilik ko'rsatmoqchi. Masjid ancha bo'shab qoldi. Kimdir ketdi, bolakayni ko'tarib masjidni 1-qavatiga, chiqish joyiga to'g'riladik-da va biz uni endi kasalxona mashinasida kasalxonaga olib borishlikni kutyapmiz dedi. Uzoqdan olomon, ozgina to'polon ovozi eshitildi. Yigit aytadi, men turib nima bo'lyapti ekin dedim. Bir odam aytayotgandi. Oyoq kiyimim yo'qolgan. Oyoq kiyimim yo'q. Men uni bir haftacha oldin bozordan yangi sotib olganman. Kelajakda qish yaxshisini olganman. Topib berasizlar deyapti masjid ma'muriyati bilan. Urushyapti. Video kuzatuv moslamalarini ko'tar, kim olganligini ko'raylik deyapti. Shuni to'poloni, shuni ovozi ekan. Masjid ma'muriyati unda xo'p,
masjidning jamoati tarqalsin, tinchsin. Biz albatta sizga video kuzatuv moslamalarini, zapislarini ko'rsatamiz va inshaalloh topamiz dedi. U odam ham bo'ldi, masjid jamoati chiqsin, ungacha masjidga o'tiraman dedi-da, masjidga yaqinlashdi va o'z oyoq kiyimini topdi. Va biz juda ajib holatga tushib, qalbimiz mahzun bo'lib, Alloh taolo bejizga yigitni zinadan yiqitib, oyog'ini sindirib qo'ymagan ekanligini biz tushunib oldik. Allohning hikmatini biz masjidda yarim soat, 1 soat ichida biz ko'rdik. Va subhanalloh dedik va nimaga bu holat bo'lgani, nimaga boshqalar masjidning zinasidan yiqilmaganini, nimaga boshqa insonlarning oyog'i sinmaganini biz darrov angladik deydi. Kimgadir sinov, ya'ni qilgan ishlarining jazosi darrov kelsa, u Alloh taoloning fazilat va marhamati. Yomonlik qildi, darrov javobini ham oldi. Lekin bugun qilgan yomonliklarimiz, qilgan gunohlarimizning jazosi kelmasa, oqibati kelmayotgan bo'lsa, biz xursand bo'lmaylik, endi buni javobi bo'lmaydi deb. Birodar, jamlanib erta qiyomatda katta qilib Alloh bizni hisob-kitob qilsa, qilgan ishlarimizni, savolini, javobini bizdan so'rasa, keyin bandaning ahvoli nima kechishligini biz o'ylab ko'raylik bugun birodar. Qilgan ishimizga darrov bir ustiga musibat kelsa-ku mayli birodar. Bitta qilib, bitta savolga javob berib ketyapmiz. Alhamdulillah, bu oson bo'lishligi mumkin. Lekin hammasiga bittada javob berishlik birodar qiyin bo'ladi. Shuning uchun Allohdan bugun Ramazoniy kunlarda Alloh gunohlarimizni avf qilmog'ini, kechirmog'ini, bu itqum minan neron dahalarida biz mabodo do'zaxiylardan hukm qilingan bo'lsak, Alloh bizlarni jannatiylar qatorida bo'lishligimizni Alloh iroda qilib, nomai a'mollarimizni jannatiylar deb bitib qo'ymog'ini Alloh taoloning o'zi taqdir aylasin inshaalloh. Bugun alhamdulillah shu masaladagi mavzularni gapirdik. Negaki musulmonmiz alhamdulillah. Masjidga kirib chiqyapmiz, roza tutyapmiz, ihsonlar tarqatyapmiz. Birodar, kecha aytganimizdek biz oddiy bir shaxs, oddiy bir inson. Lekin bizni qilayotgan ishlarimizga tashqaridan turib, demak namozxon, ya'ni musulmon odam shunday odam degan bahoni bermasin. Bugun shunaqa baho berilyaptimi? Demak o'zingizni o'nglab oling birodar. Bugun ayollarga ro'mol o'rashlik masalasini aytsak nima deydi? Darrov ro'mol o'raganlarni ko'ryapmiz deydi. Yo'q birodar, ro'mol o'rayotganlarni bittasini, 10tasini, 100tasini, 1000tasini va 1 milliontasini ko'rgan bo'lsang ham u ro'mol o'raganlar, ya'ni muslimalar bunday bo'ladi degan joyi yo'q. 1 milliontasi ham bir shaxs. Demak, ularga qarab dinga baho berilmaydi birodar. Imomga qarab musulmonchilikka baho berilmaydi. Hojiga qarab demak musulmonlar shunday bo'ladi deyilmaydi birodar. Ayb uning o'zida bo'lishligi mumkin, iymoni zaif bo'lishligi mumkin, xato qilgan bo'lishligi mumkin, unutgan bo'lishligi mumkin, shayton vasvasa qilgan bo'lishligi mumkin. Nima qilgan bo'lsa ham o'zi javob beradi uni. Demak birodar, siz bir narsaga baho bermoqchi bo'lsangiz, u shaxsni o'ziga javob bering, o'ziga baho bering. Diniga emas, birodar. Biz shundan achinamiz. Shunday insonlar bilan urushamiz. Nega? Shaxsga qarab dinimizga baho bermang, menga qarab dinimga baho bermang birodar. Chunki men payg'ambar emas, oddiy bir inson. Men ham xato qilamiz. Imom ham xato qiladi, hoji ham xato qiladi, avliyosi ham xato qilib qo'yishligi mumkin. Birodar, shuning uchun dinimiz qanday? Mukammal din. Islom eng mukammal din. Demak, eng mukammal dinga qaysidir insonlarning qilgan qilmishi bilan ular unga dinimizga baho bermang.
Va inshaalloh musulmonmiz alhamdulillah. Hammamiz dinimizni himoya qilishligimiz kerak. Demak, dinimizni bugungi kundagi himoyasi nima? Go'zal xulq dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, bizni xulqimiz yaxshi bo'lsa, odobimiz joyida bo'lsa, ehtiromimiz go'zal bo'lsa, aqlli, salohiyatli bo'lsak, Alloh haq subhanahu va taolo mana shu orqali dinimizni hurmati va ehtiromini ko'taradi inshaalloh. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam innaka la'ala xuluqin azim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namuna, bizga namuna. Ulug' xulq ustida edilar, ulug' xulq sohibi edilar. U kishining xulqlari Qur'on edi dedilar Oysha radhiyallohu anha. Halim zot edilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yomonlik istab duo qilmadilar. Payg'ambarimizning ahadislar innal mu'mina liyudrika bi husni xulqihi darajatu as-soim wal qoim. Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda mu'min inson chiroyli xulqi, go'zal muomalasi, chehrasi ochiq, ya'ni ochiq tabassumli chehrasi bilan kechqurun qoim, kunduzi soim, kechqurun namoz o'qigan, kunduzlari ro'zador bo'lgan insonni darajasi bilan teng dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bugun ish masala bizni qo'limizga o'tib qolsa, biz mabodo bir joyda rahbar yoki bizni qo'limizda bir ish keladigan bo'lsa, bizni oldimizga kelgan odam xuddinki muttaham va aybdor. Biz shunga shunday muomala qilamizki, birodar, ya Robbi deymiz. Chetdan qaragan odam bunga beradigan joyi qarzi bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Birodar, bir ochiq chehra bilan kulib qabul qiling, birodar. Ko'pchilikka aytamiz. Ko'pchilik salom bersa, salom assalomu alaykumni 5 ta harfi tilidan, og'zidan chiqib to'kilib ketadi, birodar. Qanday? Uni salom berdimi, haqorat berdimi deb bilmaysiz uni, birodar. Bir chiroyli qilib, chiroyli chehrada salomdan keyin hol ahvol so'rab, birodar. Unga bir ofiyat va yaxshilik tilab, birodar. Unga go'zal tilaklar bildirib, undan keyin masalani so'rang. Nimaga deydi? Nima uchun deydi? Men uni tanimayman-ku deydi. Birodar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan tanimagan odamni birortasi Rasulullohdan oldin Rasulullohga salom bera olmasdi. Chunki assalomu alaykum deb Rasululloh salom berardilar. Kayfiyatini so'rang, qandaysiz deng. Oilangiz yaxshimi? Tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin deng. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh niyatlarimizga yetkazsin deng. Nima bo'libdi, birodar? Tavozuli bo'ling. Kimiki o'ziga kibrni, manmanlikni, ujubni, riyoni lozim ko'radigan bo'lsa, demak, o'zi inson o'ziga bir katta baho beradigan bo'lsa, Alloh uni o'zi xor qiladi. Chunki o'ziga u katta joy berganligi uchun. Kim agar o'ziga yerni, pastlikni, tavozuni, chiroyli odobni, muomalani lozim tutsa, Alloh uni o'zi ko'taradi, birodar. Shuning uchun bizni Alloh ko'tarsin. Bizni o'zimizga bir katta mansab, katta baho, men falonchaman deyish emas, birodar, bizni martabamizni Alloh ko'tarsin. Siz chetda turing. Kirgan ketganga salom bering, hol ahvolini so'rang, kulib qarang, birodar. Holidan, ahvolidan xabar oling, birodar. Shuning uchun Alloh taoloning o'zi sizga yaxshilik beradi. Bugun birodarchilik desak, aka ukachilik, qo'shnichilik, ota-ona farzandchilik, birodar, birortasida bir qalb issiqligida chiroyli munosabatni ko'rmadik, birodar. Ota-onalar o'g'illaridan shikoyat. Domla masjidingizga keladi, ayting, bir ota-onasini hurmat qilishlikni o'rgating. Bizni oldimizga keladi, har hafta yakshanba kuni biz bilan ovqatlanadi, lekin ikki ko'zi qo'l telefonida. Biz gapiryapmizmi, jim turganmizmi, mabodo o'rtog'imi, kimdirmi ishxonasidan telefon bo'lsa ko'taradi, ular bilan gaplashaveradi. Bizni gapimiz o'rtada qoldimi, yarim yo'lda qoldimi, maqsad aytilmay qoldimi? Yo'q.
Biz ularga bir taklif berib, bir narsa qil desak, darrov bizdan g'azablanadi. Og'zimizga urib tashlaydi, biz uni oldida bir xijolat bo'lib turamiz deydi. Biz endi shart emasdir ularni kimni ota-onasi kelganligi yoki kimning ustidan shikoyati bilan kelganligini biz ayta olmaymiz uni. Chunki bu yerdagi maqsad birovni sharmanda qilishlik yoki birovni izza qilishlik emas. Birodar, o'nglanaylik. O'rtoqlar kelishadi. Domla deydi, biz sherikmiz, lekin bilib turibman o'rtog'im meni aldayapti, lekin aytishni qanday aytishni bilmayapman deydi. Qo'shnilar keladi bugun. Birodar, mu'minmiz-ku bugun. Biz nimani bugun qoyillatib qo'ydik? Ro'za tutdik desak, alhamdulillah ro'zani savobi katta. Ro'za tutdik, alhamdulillah yolg'onni yolg'on gapiryapmiz. Aldovni aldov qilyapmiz, so'kishni so'kish qilyapmiz. Masala yo'q. Ro'zani ro'za tutyapmiz, 12 gacha yotyapmiz. Alhamdulillah, Alloh kunimizga baraka bersin, birodar. Birodar, ozgina o'nglaning. Ozgina o'nglaning. Sizni ozgina o'nglanishligingiz uchun ustingizga Allohning sinovi va balosi kelishligi shart emasdir. Ozgina o'nglaning. Musulmon odobi bilan Imom Malikdan shogirdlar aytadi. Biz Imom Malikdan uni ilmidan ko'ra odobidan ko'proq bahramand bo'lamiz deydi. Imom Malik katta ustoz, katta shayx. Shogirdlar nima deydi? Imom Malikni bizga ilmidan ko'ra odobi foydaliroq. Odob ko'rsating, birodar. Bugun alhamdulillah siz rahbarsiz. Birodar, siz kecha ishga olgan odamingiz ozgina muddatdan keyin sizga rahbar bo'lib qolishligi mumkin. Zamonni ko'rganmiz shuni. O'zi ishga olgan. Bugun ishxonasiga qo'ymayapti. Nega deydi? Nega desa, meni ishga olganda meni izza qilib olgan deydi. Bugun men korxonamga, tashkilotimga shu odamni, aynan shu odamni qo'ymayman deydi. Lekin undan ozgina yillar oldin o'sha odamni shu rahbar qo'li ostida ishga olingan. Birodar, zamon Allohning qo'lida, xohlasa bu tomonga, xohlasa u tomonga aylantiradi. Shuning uchun birodar, o'zingizga keling ozgina. Insondan yaxshilik qoladi. Alloh taolodan fazl qoladi. Umar radhiyallohu anhu ni ko'rdilar bir kun. Bo'yinlariga suv tashiydigan meshni ko'tarib olganlar. Amiral mu'minin, xalifa. Suv ko'taradigan mesh, suv tashyaptilar uylariga. Hamma yugurib bordi. Ey Umar radhiyallohu anhu, nima qilyapsiz, birodar? Meshni bizga bering. Bir og'iz aytsangiz sizga necha meshlab suv keltiramiz-ku biz. Nega bunday qilyapsiz? Deganda Umar radhiyallohu anhu yo'q dedilar. Men o'zim tashiyman dedilar. Nimaga bunday desalar, to nafsim o'z o'rnini bilguncha men ko'chada meshda katta ko'cha bilan suv tashiyveraman dedilar. Nega deb so'radilar. Nafsim menga isyon qilyapti. Sen xalifasan. Sen katta odamsan. Sen amiral mu'mininsan. Sen o'zingdan oldin o'tgan xalifalar qilolmagan ishlarni qilyapsan. Sen zo'rsan, deyapti. Men buning zo'rligini ko'rsatyapman. Ko'chada hammaning oldida suv toshyapman mesh bilan dedilar. Ya'ni xizmatkorlar qiladigan ishni qilyapman dedilar. To nafsim menga taslim bo'lmagunicha men shu ishni qilaveraman dedilar. Birodar, bugun nafsimiz bizlarga nimalar demaydi? Sen otang qilmagan ishni qilyapsan, eplayapsan. Sen bundan oldingi rahbarlar qilmagan ishlarni qilyapsan. Sen mana qo'shnilaring bor, ro'za tutmayapti, sen ro'za tutyapsan, sen hajga boryapsan, sen umraga boryapsan, sen falon qilgansan, mana sen zakot beryapsan, sen zo'r bo'lyapsan deydi. Biz nima deymiz? Ha deymiz, biz zo'r bo'lyapmiz deymiz. Birodar, aslida unday emas. Nafsingizni tarbiyalang. Nafs bizni doim halokatga sabab bo'lishligimizga undaydi. Shuning uchun nafslarni joyiga o'tkazish kerak. Shuning uchun nafsimizga qul bo'lmasdan, Alloh taolodan fazilat so'ragan holatda, xushu bilan, yaxshilik bilan, fazilat bilan va bugungi kunda birodar bir narsa bor. Musulmonmiz-ku bugun, ro'zada turibmiz-ku. Endi qo'ying, odamlarni mingan mashinasi, uni qurgan uyi, kiygan kiyimiga baho berishdan to'xtang endi. Umar radhiyallohu anhu aytadilar. Bir odamni ko'rasiz, ustida jun kiyib oladi,
Ya'ni junli kiyim o'sha vaqtlarda qimmat va bejirim boylar kiyadigan kiyim bo'lgan. Biroq qalbiga kibr, qalbi ujub, qalbi chirkin narsalar bilan to'la. Yana bir odamni ko'rasiz, kiyinishi boshqa odamlardan ko'ra ozgina pastroq, kiyimlari juldur kiyimda. Ya'ni yoki doim ko'pchilik odamlar kiyadigan kiyimda. Lekin uning qalbida xushu bor, uning qalbida tavoze bor, uning qalbida odob bor, uning qalbida iymon bor. Bunday banda tavozi va solihlik alomatidir dedilar olimlarimiz. Shuning uchun bugungi kunlarda birodar bir narsa bo'ldi. Bizga ham ommalashib qoldi bugun. Odamlarni kiygan kiyimi yoki dunyoning eski matohlari bilan ularga baho berishlik. Birodarim, buni qo'ying. Unday qilmang siz. Shunday insonlarni bilamiz. Sizdan ko'ra 10 karra mol-u davlatni Alloh ularga bergan, lekin ularni kiyimlari tavozuyli kiyimlar. Uylari oddiy uylardan. Mingan mashinalari oddiy, hamma minib yuradigan mashinalardan. Lekin ularni qalblarida iymon ham bor. Pullari biz bilan sizdan ko'ra 10 karra va 100 karra ko'p. Lekin ular tavozi ahlidan bo'lib yuribdilar-ku mana. Bugun birodar, o'zingizni qiynamang. Chiroyli ko'rinaman, savlatli ko'rinaman va odamlarga ko'z-ko'z qilaman deb o'zingizni qiynamang. Qarzga, foizga kirib, o'zingizga malomat toshlarini olib, ibodatda na halovat, na yotishi turishda halovat. Birodar, buni tashlang. Boriga qanoat qiling. Chunki bizni kibr, bizni riyo, bizni manmanlik, bizni harom doim ma'siyatga, doim qiyinchilikka, doim musibatga sabab bo'lishlikka chorlaydi. Shuning uchun bularni qo'ying. Insonlarning qalbiga, uning ibodatiga, uning chehrasiga qarab baho bering. Va Alloh taoloni o'zi biz sizga barakot berishligi, fazilatli qilishligini Alloh taolodan so'ramoqligimiz kerak. Birodarlarimizga haqiqiy o'rtoq bo'lishlikni, ya'ni qiyomatli aka-uka bo'lishlikni, qiyomatli do'st ekanligimizni bildiraylik va shunaqa holatlarni inshaalloh tashkil qilaylik bugun. Bugun o'rtoqlarimiz bor, biz ko'rganmiz. Masjidda taqriban 13 yildan beri imommiz. Necha kishilarni ko'rdik. Bu 13 yil davomida bir odamni ustida bir marta emas, bir marta musibat emas, bir necha marta musibatlar kelishligini ko'rdik. Va o'sha odamlarni bir necha marta ishi o'nglanib yaxshi bo'lganligini ko'rdik, birodar. Ishi yaxshi bo'lganda o'rtoqlari juda ko'p. Unga kuyadiganlar, oyoq kiyimini to'g'rilab qo'yadiganlar, hay demasa masjidda uning oyoq kiyimini tozalab beradiganlar topiladi, birodar. Lekin ustiga bir musibat kelsa, birodar, u odamni yakka yolg'iz hech kimsasiz bo'lganini biz ko'rdik. Biz ko'rdik va ularga dalda berdik. Kecha qanday odamlar ko'p edi, bugun qanday bo'ldi? Shuning uchun birodar, siz odamlaringizga, atrofingizdagi muxlislaringizga, laganbardorlarga ishonmang, Allohga ishoning. Siz bilan doim Alloh va bundan oldin ham Alloh bo'lgan, bundan keyin ham siz bilan Alloh birga bo'ladi. Ularga tushuntirganmiz. Ular Allohga yopishgan, so'rashgan, ishlari o'nglangan va atrofda yana odamlar jamlanganini biz ko'rdik bugun. Birodar, bunday o'rtoqgarchilik, bunday aka-ukachilik kimga kerak endi bugun? Alloh taoloni o'zi fazl bersin. Bir yigit suhbat qiladi. Meni 28 yilga qamashdi. 28 yilda qamashdi. Bo'ynimga eng og'ir ayblovlarni qilishdi. Mahalla, o'rtoqlar, aka-ukalar hamma mendan yuz o'girdi. Oilamga umuman hech kim qaramay qo'ydi. Birov meni oilamga bir yordam beradigan bo'lsa, darrov unga qarshilar chiqa boshladi. Qarshilar, unga zulmlar, ularga bosimlar bo'la boshladi. Va men 28 yildan keyin oilamga qaytsam, o'sha joyda uylardim. Oilamni ham meni ko'rishga qo'ymaydi hech kim. 28 yildan keyin qaytsam, oilam umuman qiynalmaganligini, ahvoli juda yaxshi ekanligini, ahvoli hattoki men ularni oldida, huzurida bor paytimdan ko'ra yaxshi ekanligini ular menga tushuntirishdi. Men hayron qoldim deydi.
qanday bo'ldi? Bu holat nima bo'ldi? Nimadan yuz berdi deganda, boshida siz qamalganingizdan keyin deydi oilam, kim bizga yordam bersa unga darrov bosim bo'ladi, uni oyog'i chopiladi. Bizni uyimizga kelmaydi. Hatto qo'shnilar bizni uyimizga chiqmay qoldi. Qarindoshlar uyimizga kelmaydigan bo'ldi. Kim yordam bersa, uni ham olib, uni ham qamaydigan bo'ldi. Sen bu bilan sherikchilik aloqang bormi dedi. Alloh fazilat berdi. Oqlanib keldingiz, sizni aybsiz ekanligingizni bildi, sizni qo'yib yuborishdi. Lekin qamalgan odam so'rayapti, holat nima bo'ldi, qanday bo'ldi deganda, bir kuni siz qamalganingizdan keyin bir oylab o'tgandan keyin uyimizga bir tilanchi keldi. Eshikni taqillatdi. Sadaqa beringlar dedi. Onangiz aytdilarki, tilanchi kelibdi. O'zi hech narsamiz yo'q. Narsamiz tugab boryapti. Endi men jamlagan zaxiralar tugab boryapti. Buncha boy odam ham emasman deydi. Qo'li quruq qolmasin. Nonmi, ozgina mayda pulmi, bir narsa bo'lsa unga bering. O'g'limni haqqiga duo qilsin deb duo so'rang dedilar. Men chiqdim va unga ozgina non va pul berdim. Tilanchi juldur kiyimlar kiygan, yuzini yopgan, bo'ynida ro'mollarni tashlagan. Ko'rsangiz haqqoniy ravishda qo'llari kir, oyoq yalang tilanchi. Va men unga pul berdim, ozgina non berdim va aytdimki, borimiz shu. Bizni ustimizga musibat kelgan, bir sinov kelgan, oila boshlig'i xo'jayinim qamalgan. Uni haqqiga bir duo qiling. O'zi sizga berayotgan narsamizga o'zimiz muhtoj. Lekin uni haqqiga duo qiling dedim. Va u ro'molini bir chetini ochib tilanchi. Keyin siz nima deyapsiz dedi va menga bir narsalar, yeguliklar va menga katta miqdorda pul berdi. Berdida shuni ishlatib turinglar, har zamonda men sizlardan mana shu turishda, mana shu kiyinishda xabar olaman dedi-da, qo'shnini uyini tilanchilik qilib davom etib mahalladan chiqib ketdi deydi. Va har zamonda bizga bergan omonati, bizga bergan puli tugamas yana kelardi tilanchi, eshik taqillatib, hammadan tilanib bizga ham xuddi odatdagidek bilinmasin deb tilanib kelardi-da, biz bir narsa berar deganday qilib chiqarardik-da va undan kattaroq narsa olardik. Va shu asnoda yillar o'tdi, bizni hayotimizga umuman ta'sir qilgani yo'q. Siz bor paytingiz bunaqa narsalar yemasdik, bunaqa imkoniyatlarimiz yo'q edi dedi. U kim deganda, men u insonni tanimayman, lekin sizni o'rtog'ingizman deydi. Men qamoqdan chiqqanman, uni kutdim deydi. Chunki u meni chiqqanligimni bilmaydi. Yana odatdagidek keldi u. Yana keldi. Va men unga bir narsa berish ilinjida yana keldi o'sha tilanchi dedi, ayolim deydi. Shunday kirib uni quchoqlab olib, endi menga kimligingni aytasan desam, yoshlikdan birga katta bo'lib, birga tijorat qilib, birga o'sgan o'rtog'im ekan deydi. Endi bu holingni, bu ishingni qo'y, men endi chiqdim, oilamni o'zim boqaman, endi sen to'liqroq holatda oilangga qara deb ikkomiz suhbatlashib, o'sha joyda u tilanchilik kiyimlarini yechib, endi tilanchilik qilishlikka hojat yo'q deb bizni uyimizdan chiqib to'g'ri o'zining uyiga bordi deydi. Shuning uchun birodar, bitta savol beramiz. Bizni shunaqa o'rtog'imiz bormi? Yoki biz kimgadir shunaqa o'rtog'imizmi? Biz o'ylab ko'raylik bir. Bizda na shunaqangi o'rtoq bor, na biz shunaqa o'rtoqgarchilik qilib bilamiz. Chunki bugun o'rtoqgarchiligimiz, aka-ukachiligimiz, qo'shnichiligimiz, birodar, hammasi dunyoning chirkin narsasiga bog'lanib qoldi, birodar, bugun. Alloh taolodan panoh so'raylik. Alloh taolo hammalarimizga rahim qilsin. Bizlarga qiyomatlik aka-ukalar, qiyomatlik birodarlar, qiyomatlik o'rtoqlarni Robbim taqdir qilsin. Alloh taoloni o'zi biz sizga fazl bersin. Mana shunday o'rtoqlarimiz ko'paysin va bizlar ham shunday insonlarga o'rtoq va aka-uka bo'lishligimizni Robbim nasib aylasin inshaalloh. Siz aziz jamoatdan duo talab, Hurmat opa, G'ulom hoji aka oilalari haqlariga duo talablar, Sayfullo bobo, Alloh rahmat qilsin, Abdug'ani oilalari haqlariga duo talab, Gulnora opa, Habibulloh hoji, Olim hoji akalar, siz aziz jamoatdan Alloh taolodan shifo talablar.
Alloh taoloni o'zi shifoyi komil bersin, yaxshilik bersin inshaalloh. Alloh taoloni fazli ila kim obuna bo'lgan bo'lsa, obunalar kelgan ekan, Alloh taoloni o'zi yaxshilik fazilatlarini Robbim nasib aylasin. Masjidimizni ovoz kuchaytirgich butun usilitel barcha narsalarni yangilashlikni inshaalloh niyat qilganmiz. Taqriban kecha hisoblab berishdi. $2700 dan to $3000 bo'lar ekan. Kim agar ihson qilishlikni xohlasa, mana shuncha jamoatga xizmat qiladigan ovoz kuchaytirgichlarni mikrofonlardan boshlab hammasini inshaalloh biz yangilamoqchimiz. Niyat qilganmiz shuni. Inshaalloh Alloh taolo fazilatli qilsin. Biz o'zimizdan bir Ramazon oyida sadaqai joriya qilmoqchi bo'lsak va butun jamoatga xizmat qiladigan narsaga sherik bo'lmoqchi bo'lsak, shunga barchamiz hissamizni qo'shaylik. Alloh taoloni o'zi ihsonlarimizni qabul aylasin. Va siz aziz jamoatning inshaalloh xodimingiz biz Kamina ertaga kelayotgan yakshanba kuni Alloh taoloni fazli bilan umraga borishlikni niyat qilganmiz. Alloh taolo bizlarni qilayotgan safarlarimizni bexatar qilsin va inshaalloh biz iroda qildik, xohladik siz aziz jamoatdan juma kuni biz faqat duo qilamiz. Endi jamoat ham bizga duo bersin. Jamoatni ham duosini olib inshaalloh yakshanba kuni ertalab payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni masjidlari tomon Madina tomonga inshaalloh harakatni boshlaymiz. Alloh taoloni o'zi barchalarimizga yetkazsin. Va Laylatul Qadr kechalarida payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni masjidlarida, Masjidun Nabaviyda bo'lib va undan keyingi kunlarda Makka-i Mukarrama, Ka'ba-i Muazzamada inshaalloh hayit namozlarini o'qishlikni ancha yillardan beri orzu qilardik. Alloh taoloni o'zi yetkazdi. Barchalarimizga ham mana shunday fazilatli kunlarda, Ramazoniy kechalarda, umralarda, hajlarda bardavom bo'lishlikni Robbimni o'zi nasib aylab, duolar va fazilatlarda sherik bo'lishligimizni Robbim nasib qilsin. Siz aziz jamoatdan ilinjimiz, istagimiz inshaalloh bizni haqqimizga duo qilib turing. Alloh taolo bizlarni barchalarimizni qilayotgan ibodatlarimizni Robbim qabul aylasin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir. Parvardigoro barchalarimizni ibodatlarimizni qabul, kasalmandlarimizga shifo, Ramazon oyida inshaalloh barchalarimizni ihsonlarimizni qabul aylab, barchamizni inshaalloh hojilardan, Ramazonda umrachilardan bo'lishligimizni, Ramazonning, ro'zaning, tarovihning, haj va umralarining savobiga doxil bo'ladigan fazilatli mu'minlar qatorida bo'lishligimizni Robbim barchalarimizga nasib aylab, Alloh taolo bizlarni chiqayotgan, ya'ni safar belgilayotganliklarimizni, Alloh safarlarimizni bexatar aylab, Alloh barchamizni duolarimizni ijobat aylasin. Bi rahmatika ya rahmanir rohim.